uchun sevaman O'zbekistonni. Tuprog'ini ko'zimga aylab to'tiyo, nechun vatan deya yer u osmonni muqaddas atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga eldayo, yoki quyoshimi sevgimga sabab? Axir quyoshlik-ku butun Osiyo. Qatnashchilari, hamkasblar, bugungi Narpay tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan elga xizmat oliy maqsad nomli coaching treningimiz tashkil etildi. Bu treningni tashkil qilishdan maqsad eng avvalo mana shu inson markazini har 6 oylik hisoboti hisoblanadi. Bunda o'sha tashkil etilgan ijtimoiy xodimlar, markaz shu'balari tomonidan tumanimizda olib borilgan ishlarning hisobotlari berib boriladi. Hamda mana shu ijtimoiy qatlamga muhtoj bo'lgan aholiga qanday yordamlar ko'rsatganimiz, qanday xizmatlar ko'rsatganimiz haqida xizmatlarimiz haqida ma'lumotlar berib boramiz.